Siz hech qachon o'z uyingizda, eng yaqinlaringiz orasida o'zingizni qafasdagi qushdek his qilganmisiz? Men his qildim. Erimning ketishi mening baxtimni emas, balki mening do'zaximni boshlab berdi. Qaynotam. Men ota deb bilgan insonim menga boshqacha ko'z bilan qaray boshlaganda, dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib ketdi. O'sha tun. Eshik taqillagan tun. Men nafaqat sharafimni, balki hayotimni saqlab qolish uchun qochdim. Bu mening hikoyam. Bu indamay yig'lagan kelinning faryodi. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Amomona hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. Bugungi hikoyamiz juda og'ir, lekin aytilishi kerak bo'lgan haqiqatdir. Bu voqea ko'pchilikning ko'zini ochadi degan umiddamiz. Agar siz ham hayotiy, ta'sirli va ibratli hikoyalarni tinglashni istasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz boshladik. Mening ismim Nargiza, ism o'zgartirilgan. Yoshligim, orzularim bisyor edi. 22 yoshimda Diyor ismli yigitga turmushga chiqdim. U muloyim, mehnatkash va sodda yigit edi. Bizning to'yimiz dabdabali bo'lmasa-da, muhabbatimiz bor edi. Men uni chin dildan sevardim. Qaynotam va qaynonam bilan bir hovlida yashardik. Boshida hammasi ertaklardagidek edi. Qaynonam menga o'z qizdek qarardi, qaynotam esa boshimizda soyabon edi. Men o'zimni dunyodagi eng baxtli kelin deb hisoblardim. Lekin baxtimiz uzoqqa cho'zilmadi. To'yimizdan atigi 3 oy o'tib, ro'zg'or tashvishlari Diyorning elkasini bosa boshladi. Rossiyaga ketaman, 1 yil ishlayman, mashina olamiz, keyin alohida uy qilamiz, dedi u ko'zlarimga qarab. Men yig'ladim, yolvordim, ketmang dedim. Lekin u qaror qilib bo'lgandi. U ketdi. Meni orzular va va'dalar bilan yolg'iz tashlab ketdi. 1 yil o'tdi. Kelmadi. 2 yil o'tdi. Kelmadi. 3 yil. Uzoqdan kelgan, yaxshiman, pul jo'natdim degan quruq so'zlar mening yolg'izligimni yupata olmasdi. Men kutardim. Har tong derazadan yo'lga qarardim. Bu orada men kelinlik vazifamni a'lo darajada bajardim. Hovli supurdim, ovqat qildim, kir yuvdim. Qaynonamning duosini oldim. Lekin ich-ichimdan yemirilardim. Men ayol edim, menga erimning mehri, issiq tafti kerak edi. Eng katta zarba qaynonamning to'satdan vafot etishi bo'ldi. U mening bu uydagi yagona himoyachim, sirdoshim edi. U kishi dunyodan o'tgach, hovli huvillab qoldi. Endi uyda faqat men va qaynotam qolgan edik. Boshida hammasi joyida edi. Qaynotam qayg'uda edilar, men ularga dalda bo'lishga harakat qildim. Otamdek xizmatlarini qildim. Ovqatini vaqtida berdim, kiyimlarini yuvdim. U kishi ham menga mehribonchilik qilardilar. Baraka top, qizim, sen bo'lmasang nima qilardim, derdilar. Lekin vaqt o'tishi bilan nigohlar o'zgara boshladi. Bir kuni kechki ovqat paytida u menga tikilib qoldi. Men noqulay bo'lib, ro'molimni to'g'irladim. Sen yoshsana, qizim, dedi u kutilmaganda. Ko'nglingni ko'taradigan, seni tushunadigan hech kim yo'q. Men seni tushunaman. Bu gaplar oddiy hamdardlikdek tuyulishi mumkin edi, lekin uning ovozidagi ohang u meni seskantirib yubordi. Men indamadim. Rahmat, dada, dedim sekin. Kunlar o'tdi. Qaynotamning g'alati qiliqlari ko'paya boshladi. U ataylab men bor xonalarga kirar, men ish qilayotganimda yonimda uzoq turib qolardi. Bir kuni u ochiqchasiga gap boshladi. O'g'lim seni unutdi, dedi u sovuqqonlik bilan. U seni yolg'iz tashlab qo'ydi. Sen xohlasang, men seni baxtli qila olaman. Men qulog'imga ishonmadim. Oyoq qo'lim muzlab qoldi. Nima deyapsiz, dada?
Men sizning keliningizman. O'g'lingizning xotiniman deb baqirib yubordim. U esa uyalmadi. Kulib qo'ydi. Bu yerda faqat sen va menmiz. O'g'lim qayerda? U seni o'ylamaydi. Sen o'zingni kim uchun qiynayapsan? Yoshliging o'tib ketyapti, dedi u yuzsizlarcha. O'sha kundan keyin mening hayotim do'zaxga aylandi. Men o'z uyimda, o'z xonamda qamalib o'tiradigan bo'ldim. Eshikni qulflab tunda mijja qoqmay chiqardim. Har bir qadam tovushi, har bir eshik g'ichirlashi yuragimni yorib yuboray derdi. U tinchimasdi. Har safar ovqat berganda qo'limga tegishga harakat qilardi. Sochimga e'tibor berardi. Ro'molingni ech, chiroyli sochlaringni ko'rsat deb pichirlardi. Men jirkanardim. O'zimdan, bu uydan, taqdirimdan nafratlanardim. Men ketmoqchi bo'ldim. Lekin qayerga? Ota-onamnikigami? Qaynotam menga ko'z olaytiryapti deb qanday aytaman? Bu sharmandalikni qanday ko'taraman? Odamlar nima deydi? Kelini buzuq ekan, qaynotasiga tuhmat qilyapti demaydimi? Shu qo'rquv meni ushlab turardi. Men chidadim. Tishimni tishimga qo'yib chidadim. Bir tun. Eng dahshatli tun bo'ldi. Yarim kechasi eshigim dastasi sekin buraldi. Men uyg'oq edim. Yuragim to'xtab qolayozdi. Eshik qulflangan edi. Keyin taqillash boshlandi. Sekin, lekin qat'iy. Och, dedi u bo'g'iq ovozda. Gaplashib olishimiz kerak. Men burchakka tiqilib oldim. Ko'rpani boshimga yopib oldim. Keting. Keting, iltimos. Xudodan qo'rqing deb ichimda faryod qildim. Ovoz chiqarishga qo'rqdim. U eshikni itardi, tepsindi. Lekin eshik mustahkam edi. Bir amallab tong ottirdim. Ertasiga u hech narsa bo'lmagandek tutdi o'zini. Kechasi ozgina ichib qo'yibman, esimda yo'q, dedi. Bu shunchaki bahona ekanligini bilardim. U endi meni kelin emas, o'lja deb bilardi. Erimga telefon qildim. Yig'lab meni olib keting, bu yerdan ketingiz kelyapti, dedim. U esa ozgina sabr qil, pul yig'yapman, uyga remont qilamiz, deb gapni burdi. U meni tushunmadi. U mening jonim xavf ostida ekanligini, nomusim qil ustida turganini his qilmadi. Sabr kosam to'ldi. Men endi chiday olmasdim. Yana bir kun qolsam fojia yuz berishi aniq edi. Bir kuni tong saharda qaynotam hali uxlab yotganda, men eng zarur kiyimlarimni kichkina sumkaga joyladim. Oyoq kiyimimni qo'limga olib, yalangoyoq hovliga chiqdim. Darvozani sekin ochdim. Yuragim ko'kragimdan chiqib ketayozdi. Ko'chaga chiqib bor kuchim bilan yugurdim. Orqamga qaramadim. Faqat yugurdim. To'g'ri ota uyimga bordim. Onam meni ko'rib rangi oqarib ketdi. Sochlarim to'zg'igan, ko'zlarim shishgan. Nima bo'ldi, bolam? Tinchlikmi, deb so'radi onam qo'rqib. Men o'zimni tutolmadim. Onamni quchoqlab bor ovozim bilan yig'lab yubordim. Hech narsa demadim, faqat yig'ladim. Lekin onam, onalar sezadi. Ular hammasini tushundilar. Bir necha kundan keyin Diyor telefon qildi. Men unga hammasini aytdim. Bor haqiqatni. Qaynotamning gaplarini, tunda eshik taqillatishlarini. Diyor jim qoldi. Uzoq vaqt jim qoldi. Keyin dadam bunday qilmaydi, sen noto'g'ri tushungansan, dedi. Bu gap mening yuragimga pichoqdek sanchildi. U menga ishonmadi. O'z xotiniga emas, otasiga ishondi. Qaynotam esa u butun mahallaga kelinim buzuq yo'lga kirib ketdi, uydan qochib ketdi, meni sharmanda qildi deb gap tarqatibdi.
Oradan oylar o'tdi. Men ajrashdim. Bu qiyin bo'ldi, gap so'zlar, malomatlar. Lekin men o'zimni qutqardim. Diyor qaytib keldi. U meni qaytarmoqchi bo'ldi. Lekin singan ko'zani butunlab bo'lmaydi. Men unga qaray olmasdim. Uning ishonchsizligi, meni himoya qila olmaganligi aramizdagi rishtalarni uzib bo'lgandi. Hozir men boshqa shaharda yashayman. Ishlayman, o'qiyapman. Yolg'izman, lekin erkinman. Vijdonim pok. Tunda yostig'imga bosh qo'yganimda endi eshik taqillashdan qo'rqmayman. Lekin bir narsa meni qiynaydi. Nega? Nega ayol kishi o'z uyida ham xavfsiz bo'la olmaydi? Nega bizni himoya qilishi kerak bo'lgan erkaklar bizga tahdid soladi, aziz opa-singillarim? Mening hikoyam sizga saboq bo'lsin. Hech qachon, hech qanday vaziyatda zo'ravonlikka, tahqirga chidamang. Sharmanda bo'laman deb indamay o'tirmang. O'z huquqingizni, o'z sha'ningizni himoya qiling. Kerak bo'lsa qoching, baqiring, yordam so'rang. Chunki sizning hayotingiz, sizning nomusingiz har narsadan ustun. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam yuragingizga yetib borgan bo'lsa, like bosing va o'z fikrlaringizni qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.